Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi kunni boshlab oldingizlarmi? Like bosib, qo'llab qo'ysangizlar, bugungi aqcha almashtiruv ballarini ko'rsatib başlayın. Bugun 6-aprelga qarata ertamanki 9:30 kurslar ancha ko'tarilib tur. Dollar bo'lsa 92 ga 94 bo'lib qolibdi. Rublda ko'tarilib tur. 101.02, 1.15 bo'lib ko'tarilib tur. Je suyunishni bilmaysin, je qapa bo'lishni bilmaysin. Eng qimmat ba usulda Qirg'iziston bankda ekan. Dag o'zgaruvlar bo'lsa, sizlarga xabar beramiz. Ya